Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Yaqinda Xitoy terrorlik mutaxassisi Levi Xitoy mamlakatlik muxbirlar birlashmasida doklad berib, Sharq Turkiston kuchlarining Jongoga eg'ir terrorlik tahdidi silayotganligini bildirgan. Onun ilgari sürüşçe agar Amerika Suriyaga hücum qilsa, Suriyada urush qilayotgan Sharq Turkiston islom harakati kuchlarining chekinib, hücum nishonini Xitoyga qaratishi mumkin ekan. Biroq Amerikada turishli Xitoy vaziyat analizchisi Chin Pokong apandi Levining so'zini isbotlaydigan hech qanday fakt yo'qligini bildirib, Xitoy doiralarining bu orqali Uyg'ur elida yo'lga qo'ygan bostirish siyosatini yo'lliq ko'rsatish ko'rinayotganligini bildirdi. German sharqshunoslari 20-asrning boshlari Uyg'ur elidan nurg'un madaniyat yodgorliklarini yig'ib elib ketgan. Biroq bu madaniyat yodgorliklari boshqa Germaniya madaniyat yodgorliklari bilan birga 1945-yili Sovet Qizil armiyasining bulang-talang qilishiga uchragan. Germaniya Göttingen universitetining tadqiqotchisi doktor Ablat Samatning bildirishicha, Germaniyadan g'oyib bo'lib ketgan bir qism Uyg'ur yodgorliklari yaqindan buyon Rossiyaning Sankt-Petersburg, Moskva qatorliq shaharlardagi muzeylarda ko'rgazma qilinishga boshlagan. Bo'libmi Sankt-Petersburg muzeyida qo'yilgan madaniy yodgorliklar alayida diqqat qo'zg'agan. Germaniya sharqshunoslari ayni chog'da 8-asrga tava loydan yasalgan rangdor ot, rangdor yog'och qo'chaq, qadimki Uyg'ur yeziqidagi yog'och putuk qatorliq nurg'un yodgorliklarni elib ketgan edi. Xitoy doiralari yaqinda ataqliq mustaqil ma'rifchi Uyg'ur ona til tashabbuskori Abduvali Oyibni tutqun qilgan edi. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tadqiqot markazining muavin boshlig'i Turmamat Hashim Yaponiyada Abduvali Oyibni qutqizish harakati boshlagan. U Abduvali Oyib haqidagi xabar va materiallarni yapon tiliga tarjima qilib to'rga qo'ygan. O'zining Twitter to'ridagi 13 mingdan ortiq a'zosi orqali to'rdoshlarni Abduvali Oyib voqeasiga ko'ngil bo'lishgan. Tokiodagi Xitoy elchixonasiga telefon qilish, faks yo'llash qatorliq vositalar orqali Abduvalini qo'yib berish haqida Xitoyga besim ishlatishga chaqiriq qilgan. Xitoy doiralari Abduvali Oyibni 20 avgust qonunsiz iyon to'plash bilan ayblab tutqun qilgan edi. Turkiya iqtisod ministerligining muavin ministri Uyg'ur elining Qashqa, Xotan shaharlarida turk tijorat markazi qurish uchun tayyorlik qilayotganligini bildirgan. Muavin minister Mustafa Sever 2013-yili 9-oyning 2-kuni Urumchida ziyoratda bo'lib, Turk savdo sanoat markazini ko'zdan kechirgan. Atilla Guruhi nomli turk şirketi bilan Arman şirketi birlashib qurgan Gufrat nomli kamput va shokolad zavodining ochilish murosimiga qatnashgan. U Uyg'urlar bilan munosabat qurish haqida to'xtalib, tilimiz, diniy e'tiqodimiz va tarixiy kelib chiqish yiltizimiz bir bo'lgan Uyg'ur qarindoshlar Xitoy savdo bozoriga kirishimizga vositachi bo'ldi degan. Urumchi cho'ng bozorining yendagi turk tijorat markazi 2012-yili sentabrda ochilgan edi. Turkiya-Xitoy munosabati 2009-yili 5-iyul voqeasidan keyin tez taraqqiyotlarga erishgan. Bu yil 20 avgust Xitoy amalliq kuchlari tarafidan etib o'ldirilgan Qog'iliqning yilqichi yezisilik 22 kishidan ba'zilarining burun ba'zi voqealarga chetilib tutilgan va so'roq qilinganligi ma'lum bo'ldi. Peydayilardan To'xti Mahmud buningdan bir yil avval Cho'pandagi bir voqeaga chetilib tutilgan va qisqa muddatli tarbiyadan keyin qo'yib berilgan. To'xti Mahmud o'ltirishlik kent partiya yachek sekretarining oshkorlashicha, shu qitimliq atalmish aksil-inqilobiy tashkilot qurish voqeasida To'xti Mahmudning ikki tog'isi 17 yillik va 18 yillik kesilgan. Peydayilardan Shahob yezisilik Abdurahmon Turabning akisi bultur Shahob yezisida yuz bergan 28-may voqeasida qo'lga olingan. Buningdan sirt peydayilardan ba'zi kishilarning Poskam Ko'yboq yezisining Jigdilik joy degan yerda yuz bergan voqea bilan munosabatli ekanligi oshkorlandi. Xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining sohibxonligida 17-navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquqni umumyuzlik tekshirish xizmatining tayyorlik yig'ini 2-sentabr Janvada o'tkazildi. 2 kun davom qilgan yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Dolqin Aysa bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi programma yordamchisi Michel Phillips qatnashgan. Yig'inda tunji bo'lib Xitoy kishilik huquq vaziyati muzokara qilingan. Yig'inda Michel Phelps Dunyo Uyg'ur qurultiyining dokladini sungan.
Beijing Aydiz Bemorlari institutining vakili doklad berib, Uyg'ur Aydiz bemorlari Beijing qatorliq shaharlardagi Uyg'urlar duch kelayotgan qiyinchilik va kamsitishga uchrash ahvollari haqida to'xtalgan. Yig'inda Vakolatsiz Millatlar Tashkilotining vakili Sharqi Turkiston, Tibet va Ishki Mo'ng'uldagi kishilik huquq vaziyati haqida doklad bergan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.